Salam qarindoshlar, qana ahvolinglar? Amallar bir hafta yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz oldingi haftalik darsimizning davomini ulab, birinchi bob, ya'ni Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabar, birinchi bob 15-oyatdan 28-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni bir qatim ko'rib chiqaylik. Oldi bilan biz bu oyatlarni bir qatim o'qib chiqaylik. Yahya payg'ambar uning guvohlik berib, xaloyiqqa yuqori ovoz bilan mundaq dedi: "Men sizlarga mendan keyin kelguchi mendan ulug'dir, chunki u men tug'ilishdan burun mavjud degan edim u. U dal mushu kishidir. Uning mehr shafqati cheksiz bo'lg'achqa, hammamiz har doim baxt ustiga baxtga erishib keldik. Chunki Tavrat qonuni Musa payg'ambar orqali yetkazilgan bo'lsa, Xudoning mehr shafqati va haqiqati Isa Masih orqali yetkazildi. Xudoni hech kim ko'rib boqqan emas, biroq uni otamiz Xudoning hamrohi va yegan o'g'li, shundaqla o'zi Xudo bo'lgan Isa Masih bizga bildirdi. Yerusalimdagi Yahudiy aqsoqollari Xudoning avatadigan qutquzuvchisining Yahya payg'ambar yoki emasligini bilish uchun ruhoniylar bilan markaziy ibodatxonada ishlaydigan laviylarni Yahyaning oldiga avatdi. Yahya payg'ambar ishkilanmasdan: "Men qutquzuvchi Masih emasman" deb aniq javob berdi. Ular uningdan: "Undaqda o'zing kim bo'lsan? Eliyas payg'ambar bo'lamsan?" deb so'radi. "Yo'q, men Eliyas payg'ambar emasman" dedi u. "Amisa Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmisan?" deb so'radi. Yahya payg'ambar yana "Yo'q" deb rad qildi. Oxirda ular: "Undaqda sen zodi kim bo'lasan? Bizni avatganlarga aytgudek bir javob bergin. Aytqina, sen qanaqa odamsan?" deb so'radi. Yahya payg'ambar mundaq javob berdi: "Yeshaya payg'ambar burun aytgan, Xudo avatadigan qutquzuvchi kelishdan ilgari cho'lda Rabbimizning kelishiga tuz yo'l tayyor qilinglar deb tavlaydigan kishi mendirman." Yerusalimdan avatilgan ba'zi parsiylarmi Yahya payg'ambarning oldiga kelib uningdan: "Sen ya qutquzuvchi Masih, ya Eliyas yoki Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar bo'lmasang, nemishqa kishilarni Xudoning yo'liga chaqirib suvga cho'mildirsan?" deb so'radi. Yahya payg'ambar ularga mundaq javob berdi: "Men kishilarni suvga cho'mildiraman, lekin aranglarda sizlarni tonimaydigan biri bor. U mendan keyin kelguchi bo'lib, men hatto uning oyog'ining iyiblarini yeyishga loyiq emasman." Mana bu ishlar Iordan daryosining sharqiy qit'idagi Baytaniya degan yerida, ya'ni Yahya payg'ambar kishilarni daryoda cho'mildirayotgan yerda yuz bergan edi. Xo'sh qarindoshlar, biz hozir bugungi mazmunimizni ko'rishdan burun oldingi soatda biz o'rganib o'tgan mazmunlarni bir qatim eslab o'tsak, oldingi qatimda biz muhim deb qaralgan, ya'ni Xudoning farzandi bo'lish huquqi degan, ya'ni faqatlam Xudoning irodasidan, ya'ni bu farzand bo'lish, Xudoning farzandi bo'lish huquqi yoki qondan, yoki jinsiy talabdan, yoki inson xohishidan emas, balki Xudoning irodasidan ham shuna huquqqa erishgan bo'lganligini, ya'ni bu Xudoning farzandi bo'lish huquqining bo'lsa, Xudoning obrazi bo'yicha, ya'ni yangi tabiat bo'yicha yashalaydigan shuna bir kuchga ega bo'lgan shuna bir huquqni biz Xudoning farzandi bo'lish huquqi deb turib yig'inchoqlagan. Ya'ni bu Xudoning farzandi bo'lish, ya'ni bizmi Isa Masihni Xudoning o'g'li deymiz. Buni balkim sizlarga anglagan bo'lishinglar mumkin. Ko'pincha musulmon do'stlaringlar balkim sizlarga degan bo'lishi mumkin: "Xudoning o'g'li yo'q" deb mushtaq gaplar bilan balkim maza qiladigan bo'lishi mumkin. Bizning bu yerda ya'ni aniq deganiga o'xshash bu Xudoning o'g'li, Xudoning farzandi deganimiz bu hargiz bir jismoniy holatda, ya'ni biz bu dunyoning qarshi bo'yicha o'ylaydigan, ya'ni bir jismoniy tandan kelib chiqqan, bir qondoshlikdan kelib chiqqan shuna bir farzandlik huquq emas. Bu balki Xudoning irodasi bilan, ya'ni biz o'zimizning xohishidan emas, jismoniy talabdan emas va yoki qondan emas, balki Xudoning irodasi bilan, ya'ni Xudoning butunlay Xudoning mehr shafqati bilan erishgan bo'lgan huquqlarni biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni bu Xudoning farzandi bo'lish huquqi deganimiz, ya'ni Xudoning obrazi, ya'ni Xudoning obrazi bo'yicha Xudoning farzandidek yashalaydigan shuna bir kuch, shuna bir kuchga ega bo'lish, ya'ni yangi tabiatda Xudoning tabiatiga xos holatda yashalaydigan shuna bir yangi tabiatga xos yashalaydigan shuna bir kuchga ega bo'lgan huquqni biz yig'inchoqlab shu Xudoning farzandi bo'lish huquqi deb turib biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni bu Xudoning farzandi bo'lganlar mundamda bo'ldi deb turib nurg'un imtiyozlar, nurg'un buning izohlaydigan mazmunlarni biz mush yangi ahd kitobimizdagi nurg'un misollar orqali ham biz ko'rib o'tgan edik. Ham shuningla Isa Masihning inson tinida kelishi va aramizda yashashining nima uchunligi, ya'ni chunki biz Xudoning farzandi bo'lgan, ya'ni Xudoning shu farzandi bo'lish uchun Xudo tarafdan chaqirilgan bizlar bu
qon va tanning gavdasi bo'lganligimiz uchun Xudomu Ayso Masihni shundoq bizga o'xshash qon va tanning gavdasida avatib, mushu bizni tutayotgan gunohning ilkidan, o'limning nashtiridan bizni qutqizish uchun inson dinida kelganligini biz oldingi qitimlar mazmunimizda ko'rish orqali biroz yig'inchoqlagan edik. Hem şunaqla biz haqiqiy nuri deb turib Yahya payg'ambarning vaqti soati kelganda Xudo tarafidan maydonga chiqarilganligini deb turib, ya'ni bu bizning mavjudligimiz, ya'ni bizning dunyoga kelishimizmi ham shunday Yahya payg'ambarga o'xshashlar Xudoning vaqti soati ichida Xudoning irodasi bilan bo'lganligini ham bir qatim ko'rib o'tgan edik. Ham shunga Yahya payg'ambar to'g'riliq mazmunlarni keyingi soatli darslarda tafsil ko'ramiz deb turib, faqat Yahya payg'ambarning guvohchi bo'lish uchun Xudo tarafidan Xudoning vaqti soatida shu joyda maydonga chiqarilganligini biz deb o'tgan edik. Ya'ni oldingi soatli darsimizga olib, bugungi darsimizmi, ya'ni shu Yahya payg'ambarning guvohlik so'zlari, ya'ni uning qilgan so'zlarining mohiyatini biz tafsiliy ko'rib chiqadigan mazmun bugungi mazmun bilan keyin qatimliq mazmunlarda shu Yahya payg'ambarga oid mazmunlar davomli chiqadi. Biz oldingi soat deganimizdek Yahya payg'ambar dal shu vaqti soati kelganda Xudo tarafidan maydonga chiqarilgan insonlarning haqiqiy nuriga ishonish uchun guvohlik berishga shu vaqtda shu joyda Xudo tarafidan maydonga chiqarilgan kishi, ya'ni guvohlik berishga maydonga chiqarilgan kishini biz Yahya payg'ambar deb degan edik. Dal bugungi mazmunimiz yana 1-bob 15-oyat qaragan bo'lsakmi, Yahya payg'ambarning ana shu, ya'ni vaqti soat kelganda shu joyda kishilarning, insonlarning haqiqiy nuriga ishonish uchun guvohlik berib, nimalarni deganlikka oid mazmun bugungi mazmundan boshlab tafsiliy chiqadi. Masalan, 15-oyat qaragan bo'lsak, Yahya payg'ambar guvohlik berib, yuqori ovoz bilan xaloyiqqa bunday dedi. Ya'ni men sizlarga mendan keyin kelguchi, mendan ulug'dir. Chunki u men tug'ilishdan burun mavjud degan edim u dal mushu kishidir deb turib, Hazrat Aysoni ko'rsatib turib, Hazrat Aysoni mendan keyin kelguchi, mendan ulug' degan edim deb turib, o'zidan ulug' bo'lgan kishining Hazrat Ayso ekanligini. Ham shundaqla Hazrat Aysoning bo'lsa, Yahya payg'ambar tug'ilishdan burun mavjud bo'lgan odam ekanligini aniq qilib aytib guvohlik berganligini bu yerda 15-oyatda aytadi. Biz oldingi qatim ders tugaydan vaqtida men degan edim, ya'ni Yahya payg'ambarga oid mazmunlarni oldingi 3 xo'sh xabar qismini, ya'ni Matta bayon qilgan xo'sh xabar, Luqa bayon qilgan xo'sh xabar, Markus bayon qilgan xo'sh xabarlarda Yahya payg'ambarga oid mazmunlarni ko'rsak, biz Yahya payg'ambarning Elizabet bilan ruhoniy Zakariyaning yashab qolganda topgan bolasining dal Yahya payg'ambar ekanligini biz ko'rib o'tamiz. Bo'lib Luqa bayon qilgan xo'sh xabarlarni o'qsanglar bu tafsiliy yozib chiqarilgan. Ham shundaqla Elizabet bilan, ya'ni Zakariya o'g'li Yahya uchun to'qigan qo'shig'i, ya'ni qo'shig'ini o'qisanglarmi, Yahya payg'ambarning roli, Yahya payg'ambarning qanaqa xizmatlar qilganligiga oid mazmunlar dal shu Zakariyaning aytgan qo'shig'ining ichida bor, mazmunida bor. Ham shundaqla Yahya payg'ambarning bo'lsa, Ayso Masih, ya'ni Maryam amildor bo'lib qolish, muqaddas ruhdan amildor bo'lishdan 6 oy burun shu Elizabetning Yahya payg'ambarga amildor bo'lgan, ya'ni jismoniy jihatdan aytgan vaqtimizda 6 oy burun kelguchi bo'lsa, asli Yahya payg'ambar edi. Lekin Yahya payg'ambar Hazrat Ayso uchun guvohlik berganda nima deydi desa, mendan keyin kelguchi mendan ulug'dir deb turib, ham shundaqla ikkinchisi bo'lsa, u men tug'ilishdan burun mavjud deb bu ikki cho'ng mazmunni asosiy gavda qilib turib yerda guvohlik berganligini shu 1-bob 15-oyat orqali biz ko'ra olamiz. Endi bu yerda mendan keyin kelguchi mendan ulug'dir degan so'zni tushunish uchun biz biroz tarixiy orif ko'rinishini ko'rib chiqishimiz to'g'ri keldi. Ya'ni shu vaqtlarda mendan ulug', biz bu ulug' degan so'zni biz, ya'ni Xudo uchun ishlatadigan, ya'ni bir muqaddaslik ichida, ya'ni Xudoning xizmati ichida biz ko'radigan so'z deb turib, biz olamni yaratilish ko'rgan vaqtimizda ulug' degan so'zning qandoq bir ma'nosi borligini biz ko'rib o'tgan edik. Bu ulug' degan so'z albatta shu bir ilohiy sifatda ishlatiladigan shuna bir so'z ekanligini biz degan edik.
Shuning uchun bu yerda hamda Yahyo payg'ambar deydi. Mendan keyin kelguvchi mendan ulug' degani bu yerda Yahyo payg'ambar qilgan Xudoning xizmatlaridanmi ulug' bo'lgan xizmatni qilg'uchi dal mushu Hazrat Ayso ekanligiga guvohlik berib mendan ulug'dir deydi. Ya'ni biz qaraydigan bo'lsak, balkim sizlar Ayso mazga aytalik kino ko'rgan vaqtlarda Yahyo payg'ambarning Yordan daryosi kishilarni suvga cho'mildirgan holatini balkim sizlarga tasavvuringlarga balkim kelishi mumkin. Ya'ni teridan kiyim kiygan, ko'n tasma taqqigan, ham shundaqlar shu joyda Rabbimizin kelişi tüz yol tayarlanlar deyindek şunaq bir yani kinoda bu mezmunlar çıkıdı. Şunaq bir siması belki göz aldığınlar kelişi mümkün. Manım şu Yahya peygamber bolsa yani Hazret İsa guvalık berip mendin keyin kelgüçi mendin uluqdur dep turib özünün qilgan xizmetidan ulug' ishlan qilguvchini Hazret İsa dep turib ko'rsatdi dep turib bayam ikki nuqtadan birisini ulug' xizmat yani o'zidanmi ustun holatda o'zi qilgandimi ulug' bo'lgan ishni qilguvchining dal Hazret İsa ekanligiga guvohlik berganligini biz bayam degan edik. Masalan shu vaqtlarda Yahya payg'ambar butun Yahudiya hatta Yordan daryosының sharqiy qit'idan shunday bir kishilarning uningdan suv cho'mildirishni qabul qilish uchun uning oldiga kelib, tavba qilib, gunohlarga tavba qilganliklariga oid mazmunlar biz boshqa 3 xush xabardan ko'rganimizga o'xshash. Yahya payg'ambar bo'lsa butun Yahudiya, ya'ni Yahudilarning orasida tunilgan kishilarni tavba qilishga chaqirib, ya'ni Xudoning Muş əvətgən qutquzğucusu kelişdən burun, ular özünü tayyor qilish uchun, qalblarini tayyor qilish uchun, Xudoning so'zini, Xudoning əvətgən muşu qutquzğucusini qabul qilish uchun, tayyor qilish uchun, qalblarini tayyor qilinish uchun ularni Xudoning so'zida, Xudoning so'zi bilan ularni gunohlarga tavba qilishni, Xudoning so'zini tunishni, Xudoning haqiqatini tunish uchun mushunday jakarlab yurgan kishi dal mushu Yahya payg'ambar. Bu Yahya payg'ambarning naqadar ulug'ligini biz bilishimiz uchun oxirgi mazmunlarga qarasak, hatto shu butun ya'ni Yerusalimdagi Yahudiy aqsoqollari laviylarni, ruhaniylarni evatib turib, sen kim deb turib so'raganliklariga oid mazmun bor. Hatto Yahya payg'ambarni sen qutquzuvchi Masihmi, sen Ilyas payg'ambarmi, sen Musa payg'ambarmi deb turib, mush Yahudiylar eng ulug' deb qaraydigan shu kishilarga salishtirib, shu kishi senmi deb turib Yahya payg'ambarni shunday Yahya payg'ambarning oldiga kelib shunday savol so'raganliklari Yahya payg'ambarning ayni vaqtda qilgan xizmatining dal mushu Yahudiylar o'zining mushu tarixi bo'yicha va o'zining e'tiqod yo'lida Musa payg'ambarni nihoyat ulug' payg'ambar deb qaraydi Yahudiylar. Chunki Musa payg'ambar ularni ya'ni qutqizish, ya'ni o'tib ketish, ya'ni Misr vaqtida, qul vaqtida Musa payg'ambarning yetakchisi bo'lib chiqqan emas. Ya'ni Xudoning shu Musa payg'ambarning vasitasi bilan Tavrat qonunini bergan emas. Shuning uchun boshqa payg'ambarlardan ulug' deb qaraydigani dal Musa payg'ambar. Endi Ilyas payg'ambar bo'lsa, Ilyas payg'ambarmi ayni vaqtlarda buni biz mushu bir hafta ichida biz o'qigan, ya'ni podshohlar birinchi qismning 17 babdan 19 oyatgacha mazmunlar o'qisak, biz Ilyas payg'ambarning naqadar ulug' ishlar qilganligini, ya'ni shu vaqtda qorong'ulik ichida, ya'ni Isroillarning e'tiqodi, bu Shimoliy Isroiliyada xizmat faoliyat qilgan payg'ambar Ilyas payg'ambar kishilar Xudodan tenib, kishilar o'z ya'ni Xudoga e'tiqod qilam, ya'ni Xudo haqiqiy Xudomi, Parvardigor Yahva Xudo haqiqiy Xudomi yoki Baal haqiqiy Xudomi bularda kimning haqiqiy Xudoligini tonimaydigan darajada shu qadar g'aflat ichida bu jamiyat shu qadar qorong'ulik to'lgan jamiyat bo'lib qolgan. Dal shu Ahab podshohlik davrida xizmat qilgan, faoliyat qilgan kishi dal Ilyas payg'ambar. Ya'ni shunda qorong'ulik ichida Xudoning qudratini, haqiqatini, adolatini namoyon qilgan mushu payg'ambar dal mushu Ilyas payg'ambar edi. Ya'ni Ilyas payg'ambarning ustida Xudo o'zining kimligini namoyon qilgan edi. Shunga o'xshash Ilyas payg'ambar ham o'lmasdan Xudoni tirik holatda osmonga chiqib ketgan emas. Shuning uchun Ilyas payg'ambarmi Isroillar ichida eng ulug' payg'ambarlarning bir qatorida hisoblanadigan payg'ambar edi. Endi qutquzuvchi Masih degan vaqtida bularga bizda surgun bo'lish jarayonlarida bu qutquzuvchi Masihga oid bishoratlarni bo'lsa, biz mush Yeshaya payg'ambarning qismini agar o'rgangan bo'lsak, shu qadar ochiq biladinglar. Ishqilib qutquzuvchi Masihning kelishini lam kutayotgan bu Yahudiylar, ya'ni shu vaqtida biz yangi ahd bilan ko'ni ahdning orasida 400 yillik farq bor edi. Ya'ni bu 400 yil jarayonida ular surgun bo'lib, surgundan keyin garchi ular Yeremiya payg'ambar qismini o'qisak, ularning Babil tarafdan, ya'ni Janubiy Yahudiya bo'lsa Babilonga
buningdan necha yuz yil burun 200 necha yil burun Shimoliy Isroiliya bo'lsa Asurlar tarafidan yemirilgan va shunday surgun bo'lgan emasmi? Shunday qilib ular surgun bo'lib Babilon 70 yil surgunlik turgandan keyin ular qaytishni Quraysh podshoh shu vaqtda boshqa millatlarni o'z yurtlariga qaytishga ruxsat bergan. Shunday garchi Yahudiylar qaytgan bo'lsa-mu, lekin ular yana mustamlika ostida, shuna bir yana o'zining mustaqil bir davlat yoki mustaqil bir podshohligi yo'q holatda mustamlika ichida yashagan emasmi? Dal mushlarga oid yana shu Yeshaya qismida, Yeremiya payg'ambar qismida, Azakel payg'ambar qismlarida bo'lsa, Xudoning izchil shu surgun bo'lgan xalqiga, surgunlik ichidagi Xudoga tashna bo'lgan shu xalqiga izchil bishorat qilgan mazmunlar bor. Ularni qutqizganligiga oid, ularni qaytarganligiga oid, ularning gunohlarini kechirim qilganligiga oid, ularni ikkinchi gunoh o'tkazmaydigan qilganligiga oid shunday bishoratlarning tafsiloti dal shu Yeshaya payg'ambar qismida bo'lsin, Yeremiya payg'ambar qismida bo'lsin, Azakel payg'ambar qismida bo'lsin, oid ochiq xotirlangan edi. Shuning uchun bular yana qutqizuvchi Masihni ham saqlayotgan, shu Masih orqali Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan shu bir podshohligi shon sharifini shuni saqlayotgan shunday vaqtlar emasmi? Shunday vaqtda dal cho'l bayovonda bir chiqib gunohinglarni tavba qilinglar, Rabbimiz kelishi tuz yo'l tayyorlanglar deb turib to'g'lagan kishi dal shu Yahyo payg'ambar. Ya'ni nima demoqchi desa, Yahyo payg'ambarni 400 yildan keyingi shunday vaqtning ichida bular dal shu qutqizuvchi Masihni va Xudoning o'zlarini mustamlika holatdan qutqizib, o'zining Xudoning yordamida, ya'ni Xudoning ularni qutqizib, bir o'zini mustaqil holatda burunga o'xshash, ya'ni Xudo ularni nusrat qozondirganga o'xshash, ana shunday bir ularning ustida Xudo o'zining shon sharifini namoyon qilishini kutayotgan shunday vaqtlarning ichida chiqqan Yahyo payg'ambarni ular dal o'zining itqatchilik nemisidagi eng ulug' bo'lgan payg'ambarlar hisoblangan Musa payg'ambarga solishtirib baqidi, Ilyos payg'ambarga solishtirib baqidi va yoki sen qutqizuvchi Masihmi deb turib bu dal bugun biz ko'rib o'tadigan mazmunlar. Ya'ni mushundaq Yahyo payg'ambarning dal shu rayonlarda uni Yahyo payg'ambarning guvohlik berib, kishilarni tavba qilishga chaqirib, ularni Xudoning so'zi bilan ularga ta'lim berib, Xudoning so'zi va haqiqat orqali ularning uyg'onishiga, ularning qalblarini tayyor qilinishiga chaqirgan kishi dal Yahyo payg'ambar. Mushundaq kishilarni suv cho'mildirib turib, Xudoning ya'ni shu avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchini tunishi uchun qutqizuvchini qabul qilib, hayotga erish uchun izchil kishilarga guvohlik bergan payg'ambar Yahyo payg'ambarni, ya'ni shu Yahyo payg'ambarning ulug'ligini dal shu kishilarning uningdan so'ragan sen kimsan degan shu savollari orqali biz shu Yahyo payg'ambarning shu vaqtdagi qilgan xizmatining naqadar bir ulug' xizmat, ya'ni shu qorong'ulik ichida shunday Xudoga bo'lgan haqiqatning ularning ostida ko'tarilib ketgan shunday vaqtlar ichida bo'lsin, kishilarni haqiqatga da'vat qilib, haqiqat bilan yashashga, tavba qilishga chaqirib turib, shunday kishilarni Xudoning yo'liga menishiga tayyor qilish uchun oldin ola guvohlik berib turib, shunday qilgan kishining dal Yahyo payg'ambar bo'lib, Yahyo payg'ambarning shu vaqtdagi vaziyat ichida, shu davr ichida qilgan xizmatining shu qadar bir ulug' xizmat ekanligini biz ham shu savollar orqali ko'rib o'talaymiz. Ham shunday Yahyo payg'ambarga oidmi? Hazrat Isa o'zim deydi, ya'ni insonlar ichidagi eng ulug' payg'ambar, lekin Xudoning podshohligidagi eng kichik birisimi Yahyo payg'ambardan ulug' bo'ldi deb turib, Yahyo payg'ambarning ham shu vaqtlarda, ya'ni insonlar orasidagi eng ulug' kishining Yahyo payg'ambar ekanligini aytgan Hazrat Isoning Yahyo payg'ambarga oid guvohligini biz Matta bayon qilgan xo'sh xabar orqali ko'ralaymiz. Ya'ni buni sizlar avval o'qib baqqan bo'lsanglar, mencha buni balkim o'qigan bo'lishinglar mumkin. Dal shunga o'xshash, dal shundaq shu davr, shu vaziyat ichida Xudoning shu qadar xizmatini, ya'ni payg'ambarlik xizmatini, Xudoning uning topshirgan shu xizmatini, o'zining payg'ambarlik rolini shu vaqtda shundaq o'ttirib qo'ygan, namoyon qilgan kishilarning orasida ulug' hisoblangan shu payg'ambar Hazrat Isoga guvohlik berib, ya'ni o'zining shu payg'ambarlik salohiyati bilan qilgan shundaq xizmatlardan ulug' bo'lgan bir ishni vujudga keltirguchi ning dal Hazrat Iso ekanligiga guvohlik berdi. Ham shundaqla ikkinchisi bo'lsa tug'ilishdan burunli mavjud edi deb turib biz bayon dedik, Yahyo payg'ambardan asli jismoniy jihatdan tug'ilishi undaq nimasi jismoniy jihatdan insoniylik jihatdan qarayotganimizda Yahyo payg'ambardan 6 oy keyin
tug'ilgan emasmi? Yani 6 oy farq bor edi. Lekin bu yerda Yahyo payg'ambar men tug'ilishdan burun mavjud edi degan edim u deb turib, Hazrat Aysoning mavjudligining bo'lsa, ya'ni bu 6 oylik farq ichidagi mavjudlik emas, balki vaqt cheklimidan chiqqan holatda мәңгүлікке тәбә болған мәвжуд, яғни яратқучы. Biz bu Yohanna bayan qılan xoşqarı birinci bab, birinci ayet qarаған vaqtımızda әмідін бұрын деген сөз арқылы biz vaqt çəkləməsindən çıxıb biz мәңгүлік мәвжудluq içidən nöqtə nəzərdən görgən idik Hazrat İsa'nın kimligini. Bu yerdə Yahya peyğəmbərinin mən doğuluşdan burulu мәvjud degan bu guvohlığımı dəl Hazrat İsa'nın dəl şundaq vaqt çəkləməsindən içidəki мәvjudluğunu emas, balki мәңгүлік içidəki yani vaqt çəkləməsindən çıxan мәңгүлік bir mövcudluq ekanligini, yani özünün Xudo ekanligini, dəl o arqılıq bütkül mövcudatның yaratılğanlığını, o üçün bütkül mövcudatның yaratılğanlığına ait məzmun həm bu məzmunun içi kirib ketiyordu desem boldu. Yani Yahya peyğəmbərmi aynı vaqtda Hazrat İsa'ga guvohlik bergan vaqtida Hazrat İsa'nın Xudolığına ait, Hazrat İsa'nın nə qədər uluqluğuna ait, Hazrat İsa'nın qılmoqchi bo'lgan, onun kelishdagi maqsadiga bo'lgan shunaq məzmunlarni özünün guvohligida nihoyatda aniq yoritib turib guvohlik berganligini biz Yahya payg'ambarning shunday guvohlik so'zlari orqali Yohanna bayon qilgan xush xabarda biz nihoyatda aniq ko'ra olamiz. Ya'ni izchilligimizga o'xshash Yohanna bayon qilgan xush xabarda Yahya payg'ambarning Hazrat Isoga uning kimligiga guvohchi bo'lish uchun Xudo tarafidan avatilgan, ya'ni vaqti soat kelganda Xudo tarafidan avatilgan maydon chiqarilgan inson dedi emasmi? Ham shundaqla uning Yahya payg'ambarning bo'lsa Hazrat Isoni ko'rsatib turib, o'zidan ulug' bo'lgan. Ham shundaqla u tug'ilishdan burun mavjud bo'lgan deb turib, Hazrat Isoning xudoliq, ya'ni мәңгүлік bo'lgan. Ana shu мәңгүлік ichidagi shu tabiatini aniq qilib bu yerda guvohlik berganligini ko'rganimizga o'xshash. Yahya payg'ambarning ham bu yerda qilgan so'zlari, ya'ni buning oldiga Parisiylar keldi veya Yahudi asaqalları kelib baqdi, Laviylar kelib buningdan so'raydi emasmi, sen zade kim degan o'xshash. Ham bu savollar bilan Yahya payg'ambarning ularga o'zining kim ekanligini degan o'sha javoblari, ham shundaqla Yahya payg'ambarning Hazrat Iso haqidagi guvohlik so'zlari orqali dal shu paytning, shu vaqtning o'zida Xudoning qandaq xizmatining, qandaq ishlarining hozir shu vaqtning ichida bu yerda barpo bo'layotganligini, Xudoning hozir shu vaqtlarning ichida nima ishlarni amalga oshirmoqchi bo'layotganligini, Xudoning izchil holatda jakorlab kelgan, bishorat qilib kelgan shu so'zlarining, shu irodasining amalga oshishi oldidagi shunday paytlarda insonlarni bir jiddiylashtirgan, ya'ni Xudoning shu ulug'vor xizmatini, ya'ni ulug'vor irodasini amalga oshirgan vaqtida dal shuni ko'rgil chiqamsizlar, ya'ni qabul qilib shuningga qatnashamsizlar va yoki uningga ishonmay, uni qabul qilmay, uningga qarshi turganlar maydonda turamsizlar degan o'xshash shunday bir savollarni ham shunday bir jiddiy bo'lgan shu vaziyatni bizga uqtirib beradigan, bizga es qildirgan mazmun dal shu Yahya payg'ambarning guvohligidan boshlandi desakmi xato bo'lmaydi. Biz davomli ko'rsak 19-oyatga qaraydigan bo'lsak, Yerusalimdagi Yahudiy aqsoqollari deydi. Ya'ni Yahudiy aqsoqollari Xudoning avatidan qutqizuvchisining Yahya payg'ambar yoki emasligini bilish uchun ruhoniylar bilan markaziy ibodatxonada ishlaydigan laviylarni Yahyaning oldiga avatdi deydi. Bu yerda Yerusalimdagi Yahudiy aqsoqollari deganimiz shundaqli bir Yahudiy xalqi ichidagi yeshi cho'ngaygan, qeyrib qalgan, ya'ni hurmatlaydigan kishilar, hurmatlaydigan shunday bir aqsoqollarni ko'rsatmasdan, balki Yahudiylarning kengashmasini bu yerda ko'rsatyapti. Ya'ni Yahudiylarning ishidan biz dedik emas, bu Yahudilar o'zining mustaqil bir nimasi yo'q holatda hozir. Bu Yahudilarning ichidagi ishlarini, bularning vaziyatini, shu millatning ishlarini boshqaradigan, shu ishlarni maslahatlashadigan, shunday bir oliy kengashmasi, Yahudilarning bir kengashmasi bor. Buningga bu ruhoniylar, shu bosh kahillar degan bosh kahillar buningga riyosatchilik qildi deymizmi? Bosh rolni o'ynaydigan shunday bir kengashma. Bu qarasak, shu elchilarning faoliyatida ko'p uchraydi. Dal shundaq bu Yahudiy aqsoqollari deganimiz shu bir kengashma. Yahudiylarning bir kengashmasi. Shu kengashmadagilar ibodatxona xizmatkorlari bo'lgan shu ruhoniylar bilan
shu Lavilani Yahyaning oldiga avatib, uning kim ekanligini anglab kelishga avatadi. Bu yerda biz bayam degan o'xshash, chunki Yahya payg'ambarni bular shu vaqtda bu xalq bo'lsa, ya'ni shu vaqtda Yahudiy xalqi bo'lsa, bu Yahya payg'ambarning qilgan ishlariga qarab, uning qilgan xizmatiga qarab, o'zlarini shu Xudoning yo'liga yetaklagan, tovlagan shu ishlariga qarab, ba'zan insonlar bo'lsa, ajaba shu Xudoning bizga va'da bergan, shu bishorat qilgan, shu vaqti payt kelganmidi, bu shu kishimidi deb degan o'xshash, ya'ni Ilyas payg'ambarmidi, Musa payg'ambarmidi va ya qutquzuvchi Masihmidi degan o'xshash ba'zilari shunday bir tuyg'ular kelgan bo'lsa, va yoki yana ba'zilar bo'lib shu yerda kengashmalardagi kishilar bo'lsa, ya'ni bularni biz nima dedik, shu ruhoniylardan shulardan tarkib topgan dedik emasmi? Ular bo'lsa, kishilarning ularning yetkazgan xabarlari, ya'ni ularni Xudoning so'zlarini, ya'ni Tavrat ustozlari bor dedik emas, Xudoning so'zlarini jakarlaydi emasmi? O'zlarining so'zini anglamasdan. Chunki bular shu vaqtlarda shu salohiyatidan, shu imtiyozidan foydalanib o'zining turmushini qamdab, o'zining qursug'ini to'yg'izganlar, o'zini chingdiganlar dal shu Tavrat ustozlari bo'lsin, shu Yahudiy oqsoqollar ichidagilar edi emasmi? Bular bo'lsa kishilarning Xudo evatgan payg'ambar deb turib e'tirof qilgan, dal shu Yahya payg'ambarning oldiga berib sug'uchi nalardan, ya'ni butun Yahudiyadan, hatto Iordanning sharqiy qirg'oqlaridan kelib buning so'zini anglashga, cho'mildirishga kelgan emas, buning oldiga Yahya payg'ambarning oldiga. Shuna qilib xalq hammasi nayugiravdi, Yahya payg'ambarning oldiga mang'atgan bo'lg'ashqa, bu yerda bular o'zlari, ya'ni Tavratni o'rganib, Tavratni o'rgatadigan ustozlar edi bular. Ya'ni ruhoniy, ya'ni Xudoning xizmatini, ya'ni ibodatxonada Xudoning xizmatini qildiganlar edi. Lekin kishilar bo'lsa, izchil Yahya payg'ambarni izlab mandi, bularning bo'lsa, kishilarning oldida hurmat bo'lsin, olqishga erishishimiz bo'lsin, tuvanlab mang'atadi emasmi? Shuna bo'lg'ashqa bular balkim yana Yahya payg'ambarimi Asad bilan sen zodi kim bunday qilgan? Sen zodi kim kishilarni sug'ib cho'mildirgan? Ya'ni biz qaraydigan bo'lsak, shu 1-bobning 25-oyat qaraydigan bo'lsak, sen ya qutquzuvchi bo'lmasang, ya Ilyas ya Musa payg'ambar aytgan, oldin aytgan shu payg'ambar bo'lmasang, nemish kishilarni Xudoning yo'liga chaqirib sug'ib cho'mildirsan deb turib so'raqqanga oid, ya'ni savol so'raganga oid mazmunlar bor. Ya'ni bu kengashmadagilarning bo'lsa Yahya payg'ambarning oldiga kelishi faqatlam bir oddiylam bu payg'ambarning zodi shu payg'ambarlar, ya'ni ya Ilyas payg'ambarmidi, ya Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmidi va yoki qutquzuvchi Masihmidi deb shuni bilish emas. Buning bu yerda roli, ya'ni shu joydagi, ya'ni bishoratlar ichidagi muqaddas yozmalardagi qaysi kishi, ya'ni Xudo va'da bergan, oldin bishorat bergan qaysi kishi ekanligini bilishlam. Faqat oddiy shulam savol emas, bu savollar bularning yana bir tarafi bo'lsa, Yahudiy oqsoqollar bu Yahya payg'ambarning qilgan xizmatiga qarab, butun kishilarning Yahya payg'ambarning oldiga kelib, cho'mildirishni qabul qilishi va uning oldiga kelib ta'limlarni anglashiga qarab, bularning ozroq ko'z qizarganligiga oid. Shuning uchun Yahya payg'ambarning oldiga kelib, shunday savollarni qilib so'rash uchun Lavilani, ya'ni ruhoniylarni avatganligini biz bu yerdan ham anqira olamiz. Әмді davomliq qaraydigan Yahya payg'ambarning ular qilgan javobi bor. Ya'ni ular sen qutquzuvchi Masihmi desa, Yahya payg'ambar dedi, men emasman. Men qutquzuvchi Masih emasman deb aniq javob berdi. Ham shundaqla sen o'zing kim, Ilyas payg'ambarmisan desa, yo'q, men Ilyas payg'ambar emasman deb. Әмді bu yerda Ilyas payg'ambarmisan deyishdagi sabab Malaki 4-bob 5-oyat qaraydigan bo'lsak, bilib qo'yinglarki, men Parvardigorning ulug' va qo'rqinchli kuni kelishdan burun sizlarga Ilyas payg'ambarni avatman deb yozgan, ya'ni Xudoning bergan so'zi bor. Chunki Ilyas payg'ambarni bayam o'lmasdan tirik holatda Xudo osmonga ko'tarib aytib ketgan degan emasmi? Shunga bu yerda bularning mushu Yahya payg'ambarning dal shu Xudo osmonga ko'tarib aytib ketgan shu Ilyas payg'ambarning qayta hozir bu yerda kelib o'tirg'i chiqib, shunda xizmat qilyaptamdi deb turib, bular sen Ilyas payg'ambarmi deb aytganligini bu yerda da'vatadi. Amaliyot hozirda esa bo'lsa, haqiqatan Ilyas payg'ambar keldi deb turib, Yahya payg'ambarning shu Ilyas payg'ambarga o'xshash ishlarni qilganligini ko'zda tutib turib, Yahya payg'ambarni haqiqatan Ilyas payg'ambar qaytib keldi, ya'ni keldi degan deyish orqali Yahya payg'ambarni Ilyas payg'ambarga o'xshatganga oid mazmun bor.
Bu yerda Yahya payg'ambar ularning so'zi, ya'ni ularning nazarida bo'lsa Ilyas payg'ambar qaytib keldi deb qaragan emas. Shunga sen Ilyas payg'ambar bo'lamsan desa, Yahya payg'ambar bu yerda yo'q, men Ilyas payg'ambar emasman deb aniq javob berdi. Ham shunday Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmisan deb ular so'ragan. Bu yerda Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar, nada Musa payg'ambar bu payg'ambarga aytib bishorat bergan desa, qonun sharhi, biz qonun sharhi 18-bob 15-oyatdan 18-oyatlarga qaraydigan bo'lsak, Musa payg'ambar oldin aytgan shu payg'ambarga oid mazmun bor. Bo'libmi 18-bob 15-oyatga qaraydigan bo'lsak, Parvardigor Xudoying sizlar uchun aranglardan qarindishinglar orasidan manga o'xshaydigan bir payg'ambar turg'izdi. Sizlar uning quloq selinglar deb ashna degan bo'lsa, endi bu yerda 18-oyat, ya'ni 18-bob, qonun shariy 18-bob, 18-oyatdan 19-oyatgacha mazmunlarda men ularga qarindoshlar orasidan sanga o'xshaydigan bir payg'ambarni turg'izaman. Men o'z so'zlarimni uning og'ziga solaman va men uningga barliq topilganimni ularga so'zlaydi va shunday bo'ladiki, u mening nomimda deydigan so'zlarimga quloq solmaydigan har qanday kishi bo'lsa, men uningdan hisob olaman deb turib, Musa payg'ambar orqali bishorat bergan payg'ambar. Ya'ni men senga o'xshash qarindoshlaring orasidan bir payg'ambarni turg'izaman deb. Ya'ni bu o'rab dag'ada bo'lgan ishda shu qonun sharining shu bablarini o'qib olsanglarni aytaylik. Shu vaqtda kishilar Isroillar, ya'ni Xudoning so'zini chaqmoq ichidan, Xudoning guldirilgan nimadan, Xudoning ovozini anglab bular qo'qish ketib, qaytadan bizga Xudo o'zi so'zlamasin. Musa payg'ambar edi, "Sallam bizga so'zga qaytsan" deb turib, bular qo'rqib ketganda Isroillar dal shuna vaqtida Xudo bu yerda shuna deydi, bu dal o'rab degida sizlarning menga deganinglar o'xshash, mening nomimda, ya'ni sening qarindoshlaringlar orasida senga o'xshash bir payg'ambarni turg'izman, so'zlarimni uning og'ziga solaman, u men orqali bala topilganimni ular so'zlaydi, mening nomimda deydigan so'zlarimga quloq solmasanglar, sizlardan hisob olaman deb turib, sizlarning mendan talab qilganinglarga binoan men qarindoshlaringlar orasidan birsini turg'izman deb turib, oldin bishorat bergan ulug' payg'ambar, ya'ni Xudoning so'zini, Xudoning barliq amr farmonlarini jakarlaydigan shuna birisining ekanligini dal shu qonun sharhida, qonun shariy orqali biz bila olamiz. Shunda degan vaqtida Yahya payg'ambar bo'lsa, yo'q deb turib, ya'ni shu Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar, ya'ni qarindoshlar orasidan tiklab turib, Xudoning so'zlarini jakarlaydigan shu so'zligichi bo'lgan shu payg'ambarning, Yahya payg'ambar o'zining emasligini aniq deb turib, yo'q deb ularning so'ziga rad qildi. Ham shundaqla oxirida ular deydi, "Undaq bo'lsa sen zodi kimsan? Bizni avatganlarga bir aytganda bir javob ber. Sen zodi qanday odamsan?" deb so'raydi-da. Sen zodi bishoratlar eshitding. Ya'ni muqaddas mush yozmalarda Xudo oldin aytgan payg'ambar, zodi kimsiz sen? Qanday uchun, nima xizmat uchun, Xudoning qaysi ishini amalga oshirish uchun kelgansan degan o'xshash bir savollarmi buning ichida o'z ichiga olganligini biz ham bilaylik. Shunda degan vaqtida Yahya payg'ambar aniq qilib, Yeshaya payg'ambar burun aytgan Xudo avatadigan qutquzuvchi kelishdan ilgari cho'lda Rabbimizning kelishi tuz yo'l tayyor qilinglar deb tavlaydigan kishi mendurman deb turib, biz Yeshaya payg'ambar 40-bob 3-oyatdan 11-oyatgacha bo'lgan mazmunlarda Yeshaya payg'ambar shu oldin aytgan shu kishining dal shu Yahya payg'ambarning o'zi ekanligini bu yerda Yahya payg'ambar aniq qilib deydi. Ya'ni g'oyibdan bir ovoz kelib, mundaq jakarladi: "Parvardigorga cho'llikda yo'l ochinglar. Xudoyimiz uchun qumliqda bir tubtuz yo'l yasanglar" deb turib, shundaq bir jakarlaydigan birisining dal shu Yeshaya payg'ambar shu vaqtda o'tir qolgan birisining hozir Yahya payg'ambar ekanligini bu yerda Yahya payg'ambar aniq qilib bu yerda deydi. Ya'ni Yahya payg'ambarning bu yerda burun Yeshaya payg'ambar aytgan shu qutquzuvchi mas kelishdan ilgari tavlaydigan kishi mendurman deb bu yerda shu kishi men deyishidagi sabab bu yerda Yeshaya payg'ambar burun aytgan bu bishoratidagi bu kishi tavlaydigan kishining roli nima desa, ayni vaqtda shu vaqtda bular surgun deydi emasmi? Surgundan keyin ya'ni Quraysh podshoh, ya'ni boshqa millatlarni qaysanglar bo'ldi degan ruxsatni bergan. Shu vaqtda bu o'zining yurtiga, ya'ni surgun bo'lgan Yahudilar bo'lsa, dal shu Xudo va'da qilgan shu o'zining yurtiga qayta oladigan, ya'ni qaytishni umid qilib, qaytish tashnoligi bo'lgan, qaytishni saqlayotgan, kutayotgan shunday kishilarga nisbatan aytganda, bunda jakarlash bo'lsa,
bularga bir qutquzilish, ya'ni shu surgundan azod bo'lib, o'zining vataniga, o'zining yurtiga, o'zining tuproqlariga qaytadigan shundaq bir azodlik yo'li deymizmi, erkinlik yo'li, yangi bir davr yo'li, shundaq bir yangi bir davrni isbotlab beradigan, shundaq bir azodlikni jakarlaydigan, shundaq bir xo'shallikni jakarlaydigan bir ovozda bu endi. Yeshaya payg'ambarning shu Yeshaya kitobidan o'qigan vaqtimizda bu vaqalik bo'lsa, ya'ni 40-bob, ya'ni shu surgundagi vaqtlarga, surgundagilarga jakarlaydigan bir so'z, ya'ni surgundagilarga oldin bishorat qilgan mazmunlarni o'z ichiga olgan mazmun. Shuning uchun bu yerda ya'ni qutquzishning yangi davrini jakarlaydigan mushundaq kishi dal mushu Yeshaya payg'ambar bishorat qilgan mushu kishining mazmunida. Shunga bu yerda Yahyo payg'ambar o'zini dal shu kishi deb turib, Yahyo payg'ambarning bu hozir qilayotgan jakarlayotgan, ya'ni hozir kishilarni tavba qilinglar, Rabbimizning kelishi tuz yo'l hozirlanglar deb turib bu tavlishining bo'lsa, o'zining bunda tavlishi, buna jakarlashi bo'lsa, dal shundaq podshohini saqlayotgan, Xudoni saqlayotgan, Xudoga umid bog'lab, Xudoga o'zining xo'shalligini Xudo deb turib, Xudoga o'zining umidini, tashnaligini bog'laganlarga nisbatan shu Rabbning kelishi tuz yo'lda tayyorlanglar, o'zinglar hozirlanglar, tavba qilinglar deb turib Yahyo payg'ambarning bunda tavlishi, bunda jakarlashi bo'lsa, dal shundaq ularga nisbatan bir xo'sh xabar. Ularga nisbatan podshohining ularning oldiga keladigan, ular uchun keladigan, shuna bir yangi bir davrning kelganligini isbotlab beradigan guvohlikni dal mushu Yahyo payg'ambarning qilayotganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Yahyo payg'ambar xalqni bo'lsa yo'l hozirlashga, xalqni chaqirgan. Ya'ni yo'l hozirlash deganimiz biz maqatdim Zabur 24-munojatni o'qigan vaqtda, shu vaqtida Zabur 24-munojatda ay qadimiy quvuqlar echilinglar, podshoyinglar kirsin, ay qadimiy quvuqlar echilinglar degan o'xshash shunday mazmunni ko'rgan edik. Ham shundaqla biz mushundaq quvuqlar echilinglar, podshoyinglar kirsin deganga bu yerda yo'l hozirlash deganimiz qalbinglarni echinglar, qalbinglarni tayyor qilinglar. Qalbinglarni Xudoning, ya'ni Xudoning qalbinglarni taxt qurish uchun qalbinglarni tayyor qilinglar degan so'z ekanligini. Bu yerda Yahyo payg'ambarning Rabbimiz kelishi tuz yo'l tayyor qilinglar, tuz yo'l hozirlanglar degani, ya'ni o'ng'il-do'ng'illiklar tuzlansin deb biz qaraymiz. Luqa bayon qilgan xabar bo'lsin, boshqa xo'sh xabarda Yahyo payg'ambarning konkret oladigan jakarlagan mazmunlari bor. Shuning o'xshash bu yerda tuz yo'l tayyorlanglar, Rabbning kelishiga deganga bunday mazmunning asosan shu Rabbning kelishi uchun o'zinglarni, qalbinglarni tayyor qilinglar. Endi Rabb kelyapti, qalbinglarni echinglar, qabul qilinglar degan o'xshash shunday mazmunlarni asosan bizga gavdalantirib berganligini biz bu orqali bila olamiz. Ham shunday Rabbning kelganligini jakarlash orqali Yahyo payg'ambarning Rabbning kelganligini, ana shu qutquzuvchining, ana shu podshohning kelganligini, shunga ishinglarni echinglar deganga o'xshash, shunga tuz yo'l tayyorlanglar. Shu qabul, ya'ni bu mana shu dal shu kishi shu. Men kelishdim, men guvohlik bergan dal shu kishi, dal mushu kishidir deb turib 1-bob 15-oyatda deganga o'xshash Yahyo payg'ambar shu Hazrat Isoning kelganligini, dal mushu kishi ekanligini, ya'ni Xudo bishorat qilgan, dal shu Xudo o'zi oldin ola aytgan, o'zi evatmoqchi bo'lgan shu qutquzuvchining, o'zi evatmoqchi bo'lgan shu Xudoning o'zining xalqlarning, insonlarning gunohidan ozod qilish uchun tayyorlagan qutquzuvchining dal mushu kishi ekanligini aniq deb turib ko'rsatib jakarlagan mazmunni, Yahyo payg'ambarning guvohligini va Yahyo payg'ambarning guvohlik bergan shu guvohliklarning mohiyatini biz yana bugun dedik-emasmi, ya'ni mendan ulug' deb turib Yahyo payg'ambarning payg'ambarlik xizmatidan ulug' bo'lgan bir ekanligini shunaqla mendan burun mavjud bo'lguchi deb turib, ya'ni Iso Masihning bo'lsa vaqtlik ichidagi mavjudot bo'lmasin, balki mangulik ichidagi birisi ekanligini aniq qilib ko'rsatib bergan, ham o'zining bo'lsa bular saqlayotgan shu qutquzuvchi Masih emasligini, ham shunaqla Ilyos payg'ambarmi, Musa payg'ambarmi emasligini, balki o'zining bo'lsa shu Xudo avatadigan qutquzuvchisi kelishdan ilgari shuni qarshi elish uchun, tunishi uchun, shu Xudo avatgan shu qutquzuvchisi bo'lgan haqiqiy nurni tunishi uchun insonlarning tunib qabul qila olishi uchun ularga oldin ola shuna jakarlab ularning o'zini tayyor qilishi uchun shuna jakarlaydigan kishining dal Yahyo payg'ambar. Ya'ni o'zining bo'lsa dal shu o'zidan keyin kelganchining yo'lini hozirlaydigan bir xizmatkor ekanligini bu yerda aniq ko'rsatib berayotganligini biz shu 23-oyat orqali biz ko'rib olamiz. Ana 24-25-oyatga qaraydigan bo'lsak, bayon Yahudiy aqsoqollar, ya'ni kengashmadagilar bo'lib qolmasdan, endi bu yerda Yerusalimdan avatilgan ba'zi farisiylar
Biz bilimiz Persi yaqimdikilar, Saduqi yaqimdikilar deb turib, bu Yahudi dindagi iqimlarni biz mush yangi ahd kitobimizda ko'proq uchurta olamiz. Bu Persiylar deganimiz yani mush Yahudi dinidagi, ya'ni Tavrat tuzumlariga qattiq rioya qiladigan bir mazhab ekanligini. Ya'ni bular Tavrat qonunini shu qadar qattiq rioya qiladigan bir mazhab. Ana shunda Xudoning Tavrat qonuniga qattiq rioya qilgan bu mazhabdagilarmi Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, unda sen ya qutqizuvchi bo'lmasang, ya Ilyas payg'ambarim bo'lmasang, Musa payg'ambar oldidan aytgan payg'ambarim bo'lmasang, nimishqa kishilarni Xudoning yo'liga chaqirib suvga cho'mildirsan deb uningdan so'ragan savolni bu yerda ko'ramiz. Bu yerda suvga cho'mildirish deganimiz bu suv cho'mildirishning aniq ko'rinishi bo'lsa, o'sha Ezekiel payg'ambarning yozgan qissasida bo'libmi 36-bob qaraydigan bo'lsak, ya'ni Xudoning surgunlikka chechib ya'ni surgun chunki biz dedik, Isroillar Xudodan voz kechib, ya'ni Xudoga ibodat qilishdan voz kechib, shu Qanon zimindagi shu millatlarga o'xshash, ularning madaniyatiga erishib, ularning butlarga cho'qinib Xudoni tashlab o'tdi emasmi? Shuning bilan bular alayh bo'lib, oxiri surgun bo'ldi emasmi? Surgun bo'lgan bilan Yeshaya payg'ambar qismida, Ezekiel payg'ambar qismida bo'lsin, Yeremiyada bo'lsin, Xudoning ularni qaytarib keldiganligini, qaldilarning balqiga aytib bishoratlanmagan. Shunga o'xshash shu suvga cho'mildirishmi nerdan kelib chiqdi desa, dal Ezekiel payg'ambarning 36-bob 24-25 oyatlarga qaraydigan bo'lsak, men sizlarni ellar orasidan elib, mamlakatlar ichidan yig'ib, sizlarni o'z zaminingizga qaytarman. Men subsizlik suni ustinglarga chachaman. Buning bilan sizlar pok bo'lasizlar. Sizlarni hamma paskallikinglardan va butlaringlardan poklayman. Men sizlarga yeng qilib berman. Shundaq mazmunlar bor. Bu yer men sizlarga subsizlik suni ustinglarga chechib, sizlarni pok qilman degan o'xshash mazmun bor emas. Paskallikinglardan yuyman, butlaringlardan poklayman degan o'xshash. Ya'ni bu suvga cho'mildirishning aniq ko'rinishi dal mushadan kelib chiqqan. Ya'ni bu tavba qilganlik, Xudoga qaytganlik, bu shu vaqtda Yahudiylarning diniy nimasida boshqa millatlar, boshqa nimadagilar, millatlar va yoki boshqa dindagilar bo'lsin, shu Yahudi diniga kirgan vaqtida ularning Xudoning, ya'ni o'zining burungi hayotini, burungi butparastlik hayotini tashlab, paskallikdagi shu gunohkor hayotini tashlab Xudo qaytdi degan ma'noda, ya'ni Xudoga e'tiqod qildi, Xudo qaytdi degan ma'noda suv cho'mildirishni shu vaqtlarda qilgan, ya'ni Yahudiylarmi qilgan. Endi bu yerda Persiylarning Yahyo payg'ambardan ya sen qutqizuvchi Masih, ya Ilyas yoki Musa payg'ambar oldidan aytgan shu payg'ambar bo'lmasang, nemishqa kishilarni suvga cho'mildirsan, ya'ni Xudoning yo'liga chaqirib suvga cho'mildirsan degani bu yerda suvga cho'mildirish bo'lsa, bayamda to'g'ri qildirish. Ya'ni subsidiya suvni ustinglar chashganda buning bilan sizlar pok qilman, sizlar minglar paskallikinglardan, butlaringlardan poklansizlar degan o'sha shuni suv cho'mildirish dedik emasmi? Shunga bularning nazarida bular hammasi poklanib bo'lgan. Ya'ni bular hozir o'zini pok hisoblaydi-da. Bu Persiya yaqimdagilar bayam dedik, Tavrat qonuniga shu qadar itoat qilgan, rioya qilgan shunday bir xalq. Ham shundaqla bular Xudoning shu so'zlariga itoat qilib, shunday ma'vatimiz deb o'ylaydiganlar. Shunday tursa ham bu yerda Yahyo payg'ambar bu yerda suvga cho'mildirish bo'lsa, bular qaytib kelib Allohburun bular suvga cho'mildirib bo'lgan va o'zini pok hisoblagan. Shunday tursa endi suvga cho'mildirishning nima hojati? Sen ya shu Xudoning shu xizmatini, ulug'vor xizmatini amalga oshirgan shu kishi bo'lmasang nimishqa bir suv cho'mildirsan deyishi bu yerda ya'ni shu vaziyatni bizga ko'rsatib beradi. Ya'ni shu vaziyatda shu xalqlarning o'zlarini pok hisoblaydigan, o'zining bo'lsa shu Xudoning so'zidan yiroq, o'zlari Xudoning so'zini itoat qilyapmiz, rioya qilyapmiz deydi, lekin qalblari bular tubdan Xudoning so'zini tegidan, mohiyatidan tushunib yetmagan. Bular o'zining g'aflatda va jaholatda ichida qolgan xalqlar, o'zining gunohini tunimasin, o'zini gunohsiz, biz hozir hech qanday masala yo'q deb qarab, bu hozir suv cho'mildirishning Xudoning oldiga tavba qilib qaytib kelishi bundan hojat yo'q deb qarashga, bir Yahyo payg'ambardan shuni deb savol so'raganligini biz bu yerda tushuna olamiz. Endi bu yerda Yahyo payg'ambarning uloqqan javobini men desam, men kishilarni suvga cho'mildirman, lekin aranglarda sizlarni tunimaydigan biri bor dedi. Endi bu yerda sizlarni tunimaydigan biri bor deb, sizlar tunimayapsizlar, sizlar tunimaysizlar degan bu so'zni tunimaydigan degan so'z ishlatishdiki, maqsadi nima desa, bu tunimaslik degan gap, sizlar tunamidinglar, ya'ni bilamidinglar, farq etamidinglar, sizlar ko'rib tursanglarmi tunimidinglar, ko'rib tursanglarmi uni farq etamidinglar degan o'sha shu tunimaydigan degan gap, ya'ni sizlarning bularning hozir ruhiy holatining qarg'u o'xshash,
Yani ruhi jihatdan ko'zining qarg'u, quloqlarining gaz qacha ishkanligini, bularning ko'z oldida shu Xudoning xizmati, yani biz bayam dedik emas, jiddiy bir vaziyatni bizga anqartyapti. Lekin bular shu vaziyatlarni tushunmasdan balki o'zini bo'lsa, gunohsiz hozir shuna yaxshi masal yo'q deb qarab, suv cho'milishning hojati yo'q deb qarab, shuna turayotgan vaqtida bularni tunimaydigan biri bor deb bularga javob berish bo'lsa, sizlar hozir shundoq o'zinglarni gunohsiz deb qarab, o'zinglarni masalsiz deb qarab, o'zinglar hozir Xudo sizlarga oldinglarga evatgan shuna qutuzuvchisi kelsin, ya'ni sizlar tunimayotgan, sizlar bilamayotgan, sizlar parg'itamayotgan, ko'zinglar qarg'u bo'lg'ashga ko'ramayotgan, quloqinglar gaz bo'lg'ashga shu anglamayotgan shuna biri bor deb turib, bularning vaziyatini bizga tushuntirib berayotganligini biz anqaralaymiz. Hem şunlarla deydi, menden keyin kelgüçü bulup, ben hatta onun ayağının yeplerini yiyişkimi layık emezmen dep. Özünün bolsa, şu özüdün keyin kelgüçü, şu özüdün uluq boğucu, hem o toğuluştun burulu mevcut boğan şu kişinin ayağının yeplerini yiyişkimi layık emezmen dep. Onun hizmetini kılışkimi. Hatta onun ayağını yiyişip, onun ayağını yiyişidigan şuna bir astidagi putuning astidagi xizmatkar bo'lishkimi loyiq emasman. Men uning qo'li bo'lishkimi arzimayman deb shunda guvohlik berayotganligini biz bu yerda anqaralaymiz. Ya'ni Yahyo payg'ambarning barcha guvohligi orqali biz bu yerda nimani anqaralaymiz desak, Yahyo payg'ambarning o'zini mushu o'zidan keyin kelguchining xizmatkari bo'lishkimi loyiq emasman deb o'zidan ulug' birining kelganligini, hamda bu kelguchining o'zi tug'ilishdan burunlam mavjud birisi ekanligini deb turib, bu kelguchi o'z guvohlik berayotgan bu kishining qilmoqchi bo'lgan xizmatining, ya'ni Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasining shu qadar ulug' bir irodasi va shuna bir ulug' bir ishlarini, ya'ni shu muqaddas yozmalarda şu yani Yeşaya peygamber kısmında olsun, Yeremiya peygamber kısmında olsun, Ezekiel peygamber kısmında olsun, şu Xudoning vücut çıkarmakçı bo'lgan şu yeni işi, şu vücut keltirmoqchi bo'lgan şu şan şereflik işlerining hozir dal mushunday vaziyatda bularning oldida namoyon bo'lish oldida turganligini, hozir Xudoning shunday ishlarni, şu yeni ishlarni qilish oldida ishkanligini, şu oldin bishorat bergan şu Xudoning yeni işini, şu ulug'var xizmatlarini, ya'ni Yeshaya payg'ambarning biz 53 boblarni dedik. Yeshaya payg'ambarning nihoyat indiq degan, ya'ni mening xizmatkorim deb turib, Xudoning shu xizmatkori orqali tamomlamoqchi bo'lgan shu ishlarni oldin bishorat bergan emasmi? Dal shu Xudoning tamomlamoqchi bo'lgan, amalga oshirmoqchi bo'lgan shu yangi ishini amalga oshiradigan, ijro qiladigan shu xizmatkori, ana shu Yahyo payg'ambar mendan ulug' degan shu kishi ekanligini va hozir Xudoning dal shu yangi ishini tamomlash oldida, yangi ishini hozir qilayotganligini, shu vaziyatning shu bir yangi bir davrning hozir boshlanganligini bizga jakarlab, bizga anqiratkizib, shu bir vaziyatni, shu bir jiddiy vaziyatni bizga anqiratkizadigan mazmun dal shu bugungi mazmunlar ekanligini biz shu mazmunlar orqali anqiralaymiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin, ya'ni o'sha mazmunlar bilan uzrab ketdi. Shundaqdimi, agar tez bo'lsa aldirmasin, asta-asta bir qatam anglab chiqarsizlar. Ma'qulamiz qarindoshlar, hammalarga Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha ro'shan qilib, aql farosat ato qilishini tilayman. Hammanglar bir haftani Xudo bilan billa, Xudoning huzur ichida, Xudodan kelgan tinchlik ichida, Xudo bilan billa xushal-xuram o'tkazishinglarni umid qilaman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.